Assalomu alaykum temadamiz kanal obunachilari. Xorazm Avtotech xizmat salonida Cobalt avtomashinasini shartnoma ochildimi deganlar uchun ko'rib turganlaringizdek bugun Xorazm Avtotech xizmat salonina odamlar sig'may turibdi. Ana shunda desa tez kunlarda xudo xolosa 3-noyabr kuni Cobalt avtomashinasini shartnoma ochilishi e'lon bo'ladigan bo'ldi, bratlar. 3-noyabr kuni bemalol offline tarzda ochiladi. Bizning avtosalonimizga kelib xudo xolosa Cobalt avtomashinasini ko'rasizlar. Navlarni o'zgarish borligini hozir video davomida sizlarga ko'rsataman. Görüp bo'lasizlar, undan keyin xudo xolasa shuda offline tarzda shartnoma olishingiz mumkin bo'ladi. Xorazmda eng katta salonlardan birisi Xorazm Avtotech xizmat salonida turibman, bratlar. Eng ishonchli, eng katta salonlardan birisi bo'ladi. Nechun desa, bu yerda yangiliklar eng birinchilardan bo'lib chiqadi. Bizani temadamiz kanalini sizlar kuzatib tursangizlar, xudo xolasa nechta yangilik bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarga hammadan birinchi yetirishga harakat qilamiz obunachilar. Videoni maksimal darajada like bosib, kommentariy yozib, agar bizlarga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, albatta obuna bo'lib qo'ysangizlar, biz sizlarga chiroyli ma'lumotlarni berishda davom qilamiz. Yana ko'rib tursa, bugun avtosalonimizda odamlar ko'p. Endi Cobalt avtomashinasida nima o'zgarishlar bo'lgan? Hozir bu Cobaltning xarakteristikasini bir aytib o'tasan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yana bizning bugungi Cobalt avtomobilimizda yangilangan versiyasi bu. Bu yangilangan versiyasi ikki xil turda bo'ladi. Nelarni o'zgarish bo'ldimi? Motor qismida, ABS, miya qismida o'zgarishlar bor, salon qismida. Masalan, bir ish narsasi nima buni? Bu qilloqni go'ydirmaslik uchun bu. Mashinani nima desam, bosgan sayin desam? Bosgan sayin o'zini raskotini datib beradidan tekshirib chustitib turadi. Ligurib ketib beradi. Ligurib ketib turadi. Bundan tashqari yana nima o'zgargan buni? ABS qismida ABS 10x trekkernikini olib qo'yilganda yaxshilashgan. Keyin miyasi ham shu 10x trekkerlanganda yaxshi miyadan qo'yilgan. Zo'rindan qo'yilgan. Endi bu mashin avvalgidan gaz bosgan vaqtda tezroq yuradi deshanda. Tezlashdi. Razgom ham yaxshilashdi. Bosgan sayin raskot ko'payadi. Bu astan bir xil tezlikda desa raskot azayib, shu 10x trekkerning raskotidan tushib qoladi. Ya chiqilib, atib yotmaydingda. Bosting uchadi xudo xolasa. Endi buni salon qismidan o'zgarishlar bo'lgan. Bu hozir Midnight varianti, to'g'rimi? Midnight variantini salon qismidan nechik o'zgarishlar bo'lgan? Obunachilar, ko'rasizlar. Midnight varianti rulda multimedia rul, monitori, keyin sidina obogrev, kojinli sidina. Tablosunda ham o'zgarishi bor. Sidinalar ham kojinli bo'ladigan bo'ldingda. Ikkaldan sidina qizdiradi. Qizdiradi. Arkasi qizdirmaymi? Yo'q, arkasi qizdirmaydi. Arka qizdirmaydi. Bunda monitorni ko'rib tursa, o'zgacha dizayn berganlar monitora. Endi rullardan hammasi ya qo'lda boshqaramasa, ham mikrofonni zukini pasaytirasiz, o'tirasiz, keyin ma'lum bir tezlikka qo'yasizdan o'tiraverasiz, masalan 60 ga düzib. Ketaveradi o'zi. Bo'lsa 100 ga düzasiz, dalyaga ketganda yaxshi bu narsa. Telefonni oladigan, qo'yadigan narsalar ham bor ekan. Telefonga ham vaqti bo'lsa ulab qo'yasiz. Pixa bosadi, telefonni oladi, telefonni qo'yadi. Ular tashqari tablo qismida ham zakonli o'zgarishlar bo'lgan, elektronik tizimlarini boshqacha etib o'zgartirganlar. Lekin ko'rinishi shu ko'rinishda ichini o'zgartirganlar. Agar sizlar ham o'ylaringizda avvalgi Cobalt bo'ladigan bo'lsa, shunday etib tursangizlar ham bo'ladi ekan. Iloji bor ekan. Hech narsasi bir razmeri o'zgarmagan. Shundan bir narsa olib qo'yasiz, monitor, keyin ham buni ichini olib qo'yasiz, birdan rul qo'yasiz ekan. Bo'ldi, bu sidina qizdirishi shartmi, shart emasmi bilmayman. Motor qismini o'zgaramiz, motor qismi. Motor qismini keladigan bo'lsak, motor qismini lekin o'zgartirib bilmaysizlar. Shuning uchun yangilangan Cobaltni minishingizni biz sizlarga tavsiya qilamiz. Motor qismidan ham katta o'zgarish bo'lgan. Endi men xalq tili bilan aytib turibman, masalan, men o'zgartirsam, men o'zimni Cobaltim ham yaxshi deydi-ku. Lekin motor qismini ishlatasizlar. Buni gaz bosgan sayin buni tezligini ishlatasizlar. Bu narsalarni sizlar lekin o'zgartirib bilasizmi, yo'qmi bilmayman. Bu yerda makalam chiqishmaydi. Bu yerda usta odamlar bo'lsa, kommentariy yozib qoldirsinlar. Endi style variantini, Style varianti ham shu ikkisi bir xil. Masalan, motor qismi style variant bilan Midnight varianti bir xil. Salon qismida. Bu qani salon qismida farqi bor bular. Salon qismida shu diska farlarida, avval Cobalt Midnight bilan style dedi. Buni diskasi oq bo'ladi. Endi buni qara. Shu avvalgining adini sanay. Avvalgidek shu sidina. Sidinasi tovardan bo'ladi. Shu tovar sidina hech narsa o'zgarmagan. Bu qani ichi o'zgargan. Funksiya, opsiyalari bir xil, prosta dizaynda sal farq etadi. Lekin motor qismi ikkisi bir. Shundan buni ham hech qanday ham iloj etib bo'lmaydi ekanda motor qismidan. Nechun desa, motor qismida o'zgarishlar katta bunda. İçini o'zgartirib, o'zingiz o'zgartirishingiz mumkin avvalgi Cobaltlarni, lekin motor qismiga keladigan bo'lsak, u yerini men bilmayman. Agar o'zgartirib bo'ladimi, yo'qmi, ko'pchilik endi kommentariyada yozadi. Yangilangan Cobalt bratlar, ko'rib tursa, xudo xolasa
3 noyabr günü offline tarzda şartnamalar açıladi. Üzeriz gelasizlar, şurada kompüterda o'chirib bo'lib ketishi mumkin. Endi ko'pchilik odam so'rab turibdi. Bu mashina talab kuchli, o'chirib bo'lib ketadi. Sizlar gelasizlar tartib bilan o'chirta durib, chiroylatib shartnomalaringizni olsangizlar bo'ladi. Endi qara. Mana ko'pchilik odam so'rab turibdi. Eldimdan necha so'm pul to'laymiz shartnomadan keyin? Yarısını to'laymizmi, hammasini to'laymizmi deganlar bo'lib turibdi. 50%'ını to'lasam bo'ladi, 100% to'lasam bo'ladi. Endi qara, 50% deganda sal varianti o'zi tan narxi necha so'm? 156 milyon 100. 156 milyon 100 ming so'm, to'g'rimi? Mana yarısı bo'ladi. Necha so'm bo'ladi? 156, 75 milyon. 75 ming, 70 dan ziyod, to'g'rimi? Endi midnight variantini. Midnight variantı 162 milyon 200 ming so'm bo'ladi. 162 milyon 200 ming so'm. Mana 50%'ni to'laydilar. To'g'rimi? Keyin mashina kelgandan keyin qolgan 50%'ni to'lab texdan olib chiqib ketaveradi. Boshqa hech qanday to'lov bo'lmaydi. Yo'q. Tushunarli. Xalq kelib ko'rib turibdi. Yangi Cobalt'ning nerlarida o'zgarish bor ekan. To'liq bizlar ko'rsat, chetda o'tirganlar so'rab turibdi ko'pchiligi. Biz sizlarga to'liq variant berdik. Yana o'zlari buratlar ham, og'a xohladingizlarmi? Buni o'zgarishlari misolini qarang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizda Cobalt bormi o'zi? Yo'q, Cobalt olmoq keldik. O'zi olacaksizlar endi. Qarang, 3-noyabr kuni xudo xolasa shu toza Cobaltdan shartnoma ochiladi. Endi buni sizga xarakteristikasi yoqdimi, nechta ekan? Normal ekan, ammo Avvalgidan tezlashgan bu mashina, qarang. nimalari bor endi, qilib nelar kam. Aha. Sifati yaxshi, nelar. Shunga to'lajakmisiz sizlar ham? Xudo xolasa. Avval shuni ko'rmay keldik, telefonlarni Ko'rib to'layverasiz uni. O'zingiz neredansiz? Yangi bozordan. Yangi bozordan. Aytaman, yo'q, bu yerda nechta ko'ring ya, o'zimiz YouTube kanalda prosta yurtdoshlar bilan gaplashib, chetda o'tirganlar ko'radi, boshqa bo'ladi, so'nadilar deyman-da. Jahongir gap yo'q. Aytaman. Men endi mashina chaqasini o'zi tushunmayman-da, hozir keldim to'g'risida. Inshaalloh mashina qayta o'tdi, mana o'zi esini qila qo'yadi. Bo'ldi, rahmat og'asi. Esa, Cobalt olsangiz bir jo'shasiz. Yaxshi. Yaxshi. Bo'ldi desam. Obunachilar ko'rib tursa, Xorazm avtotek xizmat salonida shunday yangiliklar bo'lib turibdi. Mashina olisha odamlari hali qiziqish so'nmagan. Nechun desa, bu ko'p odam bugun bizani avtotek xizmat salonimizga kelganlar. Birisi Cobalt olacak, biri Damas olacak, biri Onyx olacak, biri Tracker olacak. Bugün ben aytdim, şu Onyx bugün aytdim. Az başını. Bugün ben onu aytib turibman. Bugün Cobalt'ni ozgina bo'lsam sizlarga obzor qilib beraman dedim. Obzor qilib berdim. Xudo xolasa, men obuna bo'lib qo'ysangizlar, men sizlarga bundan ham ko'p yangiliklarni chiqarishga harakat qilaman. Eng birinchilardan bo'lib Xorazm bo'yicha hali eng birinchilardan bo'lib yangilik qilaman. Nechun desa, eng birinchi yangilik mana birinchi telefon keladi. Rembo ishini yangiligimiz bor. Qani davay buni xalqqa yetirib ber deydi. Men chiroylatib xudo xolasa obzor qilib sizlarga yetirishga harakat qilaman obunachilar. Like bosinglar, kommentariy yozinglar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Men xudo xolasa sizlarga yangilik qilishdan to'xtamayman. Xorazm avtotek xizmat saloni xudo xolasa sizlar uchun xizmatda bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kuzatib, vaqtlaringizni ayamayın. Şu meni her bir çıkartılan videomu paylaşıp turganlarınız için sizlere katta rahmat. Salomat bo'lasizlar. Xo'sh, ko'rishguncha.